Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Sirojning Uroq kanalini hurmatli rozigirish qozlari, akajonlarim, opajonlarim, mana sizlar bilan birgalikda ochiq yuz bilan shirin tabassum bilan hurmatli obunachi ikkinchi konkursimizga ham startni beryapmiz. Hurmatli obunachilar, ikkinchi to'g'ri eshitdingiz. Bu nimaga bu 12 ta bunaqa отдельно qo'yib qo'yibdi desangiz, bu hurmatli obunachilar, mana shu videoni ko'rib turibsizmi? Yaxshilab eshitdingizlar hurmatli obunachilar. E'tibor bilan eshitdingizlar. Bu absolutni besplatniy mana shu 12simiz. Absolutni besplatniy. Hurmatli obunachilar, qanaqa qilib olamiz? Mana shu ko'rib turgan videongizni ustiga tirs like bilan kommentariyadan aniqlaymiz. Kommentariyaga shirin chiroyli so'zlarni yozib qo'ysangiz, hurmatli obunachilar, kommentariyadan likeimiz 10 ta ga yetsa, like video YouTube kanalida bizni kuzatyapsizmi? Like bosib qo'yasiz. Zo'r tugmachasini o'zbekchasiga aytganda like ni bosib qo'yasiz. 10 ta bo'ladi. Sirazi mana shuni kommentariyani ichida shunday promo efirlarda o'ynaladi hurmatli obunachilar. Qani ketdik. Aziz hurmatli Sirojdan Uroq kanalini qadri baland rozigirish qozlar, akajonlarim, opajonlarim, ikkinchi konkursimizga naq 250 ta Cobalt avtomobillar bo'ldi. Yangi salondan hol qarangda. Hali yuvilmagan ham hurmatli obunachilar. Hali yuvishga ulgurgizamiz ham yo'q. Avtomobillar kelyapti, treylerda kelgandan joylashtiryapmiz. 250 dona avtomobil. Hurmatli obunachilar, qanaqa avtomobil? Cobalt avtomobil. Cobalt avtomobili 250 dona. Bu konkursimizda qayerdan qatnashsa bo'ladi, qayerdan qatnashmasa bo'ladi. Meni ko'rib turibsizmi hurmatli obunachilar? Qaysi tochkadan ko'rayotgan bo'lsangiz, ana shu tochkadan qatnashishingiz mumkin hurmatli obunachilar. Yer yuzining globusda qayerdan meni kuzatib, Amerika, Yevropa, Turkiya, Qozoq, Qirg'iz hamma joydan qatnashsangiz bo'ladi hurmatli obunachilar. Cobalt o'zimizda O'zbekistonda, masalan, Tojikistondan qatnashayotgan obunachilarimiz bor. Naqd shtir puli beriladi. Shtir. Hurmatli obunachilar, shunday xohlasangiz internetdan ko'rasiz, davay shuncha ekan puli. Tas shtir puli beriladi. Hurmatli obunachilar, nima ko'p gapirishdan foyda yo'q. Prosta qatnashish kerak. Qatnashish bu turimizda opshu avtomobillar 505 dona bo'lyapti. 505 dona hurmatli obunachilar. Opshu prizlarimizga keladigan bo'lsak 1200 dona priz bo'lyapti. 1200 dona hurmatli obunachilar. 505 ta avtomobil, 250 ta Cobalt avtomobilimiz va birinchi o'ringa Tahoe boya ko'rlaringiz hurmatli obunachilar, ikkinchi o'ringa K5 Kia K5 avtomobili, uchinchi o'ringa Cobalt, to'rtinchi o'ringa Spark. O'rin deganda eng ko'p biletni olasiz, riskovat qilasiz hurmatli obunachilar. Qolgan biletlaringizga 100% chiqadi. Nasib xudo olsa, shu sizlar yutish imkonida hamma nima deydi? Bu YouTube tarixida qo'yilmagan avtomobillar qo'yibdi. 500 dona bironta YouTube blogeri yo boshqasi qo'ygan emas hali. Mana shu YouTube kanalda bironta 500 ta avtomobil qo'yganini ko'rganmiz hurmatli obunachilar. Ekranga like'larni bosamizda. Yaqinroq o'tirib, hurmatli obunachilar, like bosganlaringizga ham bitta 12 avtomobil qo'yib qo'yibsiz hurmatli obunachilar. Yaxshilab kommentariyani yozasiz, shirin so'zlarni yozasiz, 10 ta like ga sirazi 12 avtomobil o'ynaladi. Jaqqa javob. Oldin ko'rganlar bormi menga? Jaqqa javob deydi-ku. Hurmatli obunachilar, Sirojdan Uroq kanalining obunachilar, bahaybatligini ko'ryapsizlarmi hurmatli obunachilar? Buni podyeskalar ko'ryapsizlarmi? Tushishini avtomobilni hurmatli obunachilar. Bu Tahoe avtomobili deyiladi hurmatli obunachilar. Mana shu konkursimizda eng ko'p bilet top, riskovat qilgan birinchi o'ringa Tahoe avtomobili. Hammasi naqodu, pashti yangi avtomobil hurmatli obunachilar. Kattaligini ko'ryapsizlarmi buni? Kattaligini. Bu yoqqa o'tsam ko'rinmay qolaman hurmatli obunachilar. Juda ham katta avtomobil. Ikkinchi o'ringa keladigan bo'lsak, ikkinchi o'ringa Kia K5 avtomobili. O'zbekistonda kortejlar qurol desak ham bo'ladi hurmatli obunachilar. K5
Kabish 3-o'rin nima degani? 3-o'rin, 2-o'rin degani. Hurmatli obunachilar, eng ko'p biletni olasiz bizdan taqsimlatib, eng ko'p biletni olsangiz, shu biletlaringiz avtomobillar, boshqa avtomobillarda o'yiniga ham qatnashadi. Va mana shuni besplatni shunday yutib ketasiz. Bunga qo'shib 10 ta avtomobil yutsangiz, birinchida boradi, qolgani 10 tasi kortej bo'lib qoladi, hurmatli obunachilar. Biletingiz yetmay qoldimi, o'rni ikkinchi o'ringa ham ilasholmay qoldingizmi, uchinchi o'ringa o'zimizda trassa quroli, hurmatli obunachilar, Cobalt avtomobili bor. Cobalt avtomobili, hurmatli obunachilar, O'zbekistonda o'z o'rni boshqacha deydi-ku, o'sha avtomobilimiz. 3-o'ringa ilasholmay qoldingizmi, hurmatli obunachilar, Spark avtomobili. Spark nima deyapti? Sparkcha. Ayollarimizni avtomobili, hurmatli obunachilar, ayollarimiz, erkaklarimiz ham aytayapti. Taksichaga zo'r narsa, hurmatli obunachilar. Zo'r avtomobil to'g'riroq. Like'larni bosaylik, hurmatli obunachilar. Bundan ziyodi bo'lmaydi, bo'lmagan ham bo'lmaydi ham, hurmatli obunachilar. Like'lar tirs ekranga bosib qo'yaylik. Like living seed when they ask me what is true, every answer leads to you. Now the stars above my eyes shine because you changed my life. Hurmatli obunachilar, aytib o'tganimdek 250 ta Cobalt va 250 ta o'zimizning dehqoni nima deydi? Oila boqar avtomobilimiz, Damas avtomobili salondan yaxshilab e'tibor qilamiz. Salondan qo'yilyapti, hurmatli obunachilar, pachka, yangi. Finalga keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, bu turimizda finalda hamma qatnashishi mumkin. Aytgan rayonlaringiz, masalan, qanday Qashqadaryo bor, Samarqand bor, boshqa joy bor. Qaysi joydan ko'proq obunachimiz bo'lsa, shu joydagi to'yxonani shunday gaplashamiz, o'zingiz kelasizda, barabandan o'zingiz shuni nima chiqsa, shunday biletingiz chiqdimi, shunday kelasizdan o'zingiz barabanda ichidan prezingizni o'zingiz tortasiz. Mana men aytayapman, hurmatli obunachilar, o'zingiz kelib, o'zingiz biletingiz chiqdimi, qaraysiz, biletni ham o'zingiz tortasiz. Men faqat o'rgatib turaman, hurmatli, yonboshdan bu yoqdan nima qilishdi, qanday qilishdi. O'zingiz kelasizdan biletni ham o'zingiz tortasiz. Barabanda ichidagi prizni ham o'zingiz tortasiz, hurmatli obunachilar. Bunaqasi bo'lmagan ham, bo'lmaydi ham. Men shaxsan o'zim Bahodir Uz kanalidan chiqardim, hurmatli obunachilar. Eslasangiz, YouTube'da meni yaxshigina taniydi. O'zimning ismim Bahodir, hurmatli obunachilar. Shaxsan o'zim aytaman, shuna to'yxonaga gaplashamanda biletlarni olib borib, sirrazi to'yxonada o'tkaraman. Xohlasa 1000 ta, xohlasa 2000 ta, xohlagancha odam kelib qatnashishi mumkin, hurmatli obunachilar. Men shaxsan o'zim aytaman, hurmatli obunachilar. Xohlagan mana WhatsAppga yozasizlar. Masalan, bir kun oldin efir qilinadi. Qayerda? Bir kun oldin, bir haftalar oldin qilinadi. Bor biletlarimizni ishchilarimiz terib tashlaydi o'sha joyga. O'zimiz to'yxonani ham bron qilib qo'yamiz, hurmatli obunachilar. 500 ta avtomobil, 505 ta, hurmatli obunachilar. 505 ta o'rinlarimiz ham bor. Kommentariy, like-ga, hurmatli obunachilar, va 600 ta 2000 rubllik pulli konvertimiz bor. 600 ta, hurmatli obunachilar, like'larni bosamiz. Nima deyapti bu avtomobillar? O'ynaydi ekan, riskovat qiladigan vaqt keldi, hurmatli obunachilar. Bunaqasi bo'lmagan ham, bo'lmaydi ham. YouTube kanalida biron joyda ko'rganmiz, 505 ta avtomobil qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Bunaqasi bo'lmagan ham, bo'lmaydi ham. Like'larni bosamizda, avtomobillarni kuzatamiz, hurmatli obunachilar. Ko'p gapirishdan foyda yo'q. Bosamiz like'larni. I'm on an endless road, rolling through the city lights. My fire keeps on glowing blue, burning through the longest nights, running toward another flame. No fear written on my face. Don't stop believing. Every mile becomes my place. Now it's finally time